Assalomu alaykum. Hozir chiziq ustaxonamiz yapti. Bu tarafda chiziq lazer yoqib qo'yilgan. Kommentariyga yozingizlar qani. Bu chiziq nima uchun? Keyingi ayakda biz aeroportda Xudo xohlasa bir ko'chaganlar. Sizlarga uni isbotlash uchun kelib ko'rish kerak-da. Shuni qarash kerak. Ustaxonamiz xizmatda. Yana Sardor Usmonimiz. Sani qorong'i. Bu xonani uborkasi bo'ldi. Ortadagi rollarimiz MP75. Bu yerga mebel bo'lar ekan. Xohlasa. Bu yerga mebel bo'lar ekan.